Mana o'rtoqlar, yomg'irdan keyin ko'chalarimizning holati. Suvlar to'planib qolyapti. Mana bu tomondan. Mana yog'ingarchilikdan keyingi holat. Loy bo'lyapti. Maktab bolalari ham rosa qiynalyapti. Xudo xolasa, bir ikki kunda zavodimiz ishga tushib qolsa, asfaltni qilib berishib ketadi. Gazni uzib qo'yibdi zavodda. Shuning uchun sabrdamiz. Ehson qilmoqchilar uchiraveramiz. Ehsonlar yig'ilyapti. Maktab bolalari ham oyoq kiyimlarini yuvyapti, loyib ketibdi. Ko'lmak bo'lib suv to'planib qolyapti. Xudo xolasa asfalt bo'lsa, shu suvlar ham yo'qolib ketadi. Maktab bolalari ham kelishni boshladi.